Mana o'sha hamma so'ragan bozordagi narx-navolar. Bular necha pul pachkaga? 8 ming nachos. Nachos qaranglar. 49 ming so'mdan ekan pachkaga narxlar, halatlar. 46, 48, 50. Cho'pat kezmi? 5 ta rasvetga bulari 9,5 ming so'mdan ekan. Kattalarga. Bular pachkaga 38 ming ekan. Shuni qorasi ham bor ekan. Nomeringizni aytib o'rasizmi, to'g'ri? 90 640 87. Aha, bo'ldi. Pachka yema bilan 35 ming so'mdan ekan. 35 mingdan bambuk. Qalin. Qani qaranglar. Kamzilla kapshunkali ekan. Mana hammasi 60 mingdan deyapti. Pachkaga 58 ga berar ekan. Nachos 60 gacha razmer. Bular pachkasi 100 ming so'm ekan. Pachkada 4 ta bo'lar ekan. Bu bozor haftaning payshanba, yakshanba kunlari bo'ladi. Velikani ham bor-a buni? Ha, velikani ham bor. Mana pachkaga bular 180 ming ekan. Bu bunaqa bo'lgan. Toskira. Onaga 200 ming so'm. Bular mana pachkaga 10 ming so'm ekan. Qalin, nachos ko'rib turibsizlar. Pachkaga bular 80 ming so'mdan ekan. Velika 60 gacha razmer. Pachkaga bular 65 ming so'm ekan. 58 gacha bor ekan. Pachkaga mana bular 38 ming so'm ekan. Bundan qolmaydi. Pachkaga 25 ming so'm ekan. Sotilyapti. Mana 25 ming. Bu bozor narx bo'yicha, ya'ni dunyo bo'yicha eng arzon bozorlardan biri. Bunaqa narxda haqiqatan ham yo'q, hech qayerda. Narxlar bomba. Xitoy ikki bozor deb bekorga aytilmaydi.